9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan mehnat faxriylari, nuroniylar holidan xabar olinmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti Xalq diplomatiyasi markazi vakillari Bo'stonliq tumaniga tashrif buyurib, urush qatnashchisi, 3 karra shuhrat medali sohibi Mo'min Salomovning yorqin xotirasini yana bir bor yod oldilar. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Insoniy munosabatlar, yaxshi xotira, umumiy tarix, tushunish va ishonch doimo xalq diplomatiyasining qudratli manbai bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Shanxay hamkorlik tashkiloti Xalq diplomatiyasi markazi tomonidan Bo'stonliq tumani Tovoqsoy mahallasida joylashgan 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 2-jahon urushi qahramoni Mo'min Salomovning xotirasiga bag'ishlangan Vatan ravnaqi, tinchligi va himoyasi yo'lidagi qahramonliklar unutilmaydi mavzusida xotira tadbiri tashkil etildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar buyuk g'alabaga hissa qo'shgan yurtdoshlarimizning jasorati haqidagi tarixiy ma'lumotlarni kelajak avlodlarga yetkazish zarurligiga alohida to'xtalib o'tdilar. Shuningdek, Shanxay hamkorlik tashkiloti Xalq diplomatiyasi markazi tomonidan urush qahramonlarini xotirlash borasida amalga oshirilayotgan tizimli loyihalar haqida so'zlab berildi. Xotira tadbiri davomida maktab o'quvchilari tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar, shuningdek, Ilhoq kinofilmidan olingan lavhalar yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Tadbirimizdan asosiy maqsad ajdodlarimizning qahramonligini, frontda bo'lsin, front ortida bo'lsin ko'rsatgan qahramonligini o'sib kelayotgan avlod ongiga yetkazish. Xotiralarni unutmaslik. Chunki xalq xotirasi muqaddas deb bejizga aytilmagan. Bizning asos vazifalardan, maqsadlardan kelib chiqqan holda biz xalq xotirasi muqaddas tadbirini ko'plab o'tkazamiz. O'zbek yigitlarining frontda ko'rsatgan qahramonligi hozirgi urush bo'lib o'tgan yurtlardagidan qarab ko'radigan bo'lsak, hamma joyda, Belarus bo'lsin, Ukraina bo'lsin, Rossiya territoriyasi bo'lsin, hamma joyda qahramonlarimizni nomlari hamisha manguga muhrlangan. Tadbir yakunida ishtirokchilar urush qahramoni Mo'min Salomovning qabrini ziyorat qildilar. Shuningdek, Mo'min Salomovning farzandlari va nevaralari bilan uning o'zi yashab o'tgan uyda qiziqarli suhbatlar tashkil etildi.